Barchamiz bilgan Van Blok. Bu Van Blokda biz o'zimizni olamimizni o'zimiz xohlaganimizcha qurishimiz mumkin va xohlaganimizcha kuchayishimiz mumkin. Lekin bugun men sizlarga o'ynab ko'rsatib beradigan Van Blok umuman boshqacha. Unda har doim meni qo'rqitishga harakat qiladigan arvoh moblar, monster moblar va ular bugun menga survival qilishimga xalaqit beradi. Va men bo'lsa bularning orasida tirik qolishga harakat qilaman. Tirik qola olamanmi yoki yo'qmi? Video davomida bilib olasiz. Va barchaga salom do'stlar, sizlar bilanman Flux B bola sizlar yaxshi charchamasizlar. Korchi bola ko'rib turganlarda bizning kanalimizda yangi video to'g'ranchadan beri video chiqmay qo'ydi. Buncha sizlardan uzr so'rayman va o'tgan videoda aktiv vobshe past bo'ldi. Shuning uchun sizlardan bir dona so'raydigan narsa, kanalimga obuna bo'lib, videomga like bosib qo'yish va bugun video nasib qilganiga nima ko'rib turganlarda horror Van Blok ko'rib turganlarda pastda qanaqadir nima bo'ladi? Nima miyacha turibdi. Bu miyacha nimaligini to'g'risi bilmayman. Agar yana biroz ko'proq o'ynaydigan bo'lsam, albatta bilib olaman degan umiddaman. Xo'p. Hozircha biroz bizani qo'rqitadigan sirazo qorong'u tushyaptimi? Yo'qmi? Bizani qo'rqitadigan bironta hali mob chiqqani yo'q. Biz shu yo'lga narsalar qo'yib olamiz. Xo'p, okey bolalar, korchi biz tezroq kuchayib olishimiz va o'zimizga fermacha qurib olishimiz kerak. Albatta ovqat uchun kerak bo'ladi. Buning uchun bizga suv va ekinlar kerak. Albatta bizga beradigan umiddaman. Xo'p, mayli. Bularni olamiz. Qani bo'lmasam let's go. Yo, sal kattalashtirsa yaxshi bo'lardi. Okey, bo'ldi. Nimadir faqat qum chiqyapti. Cho'tan edi. Oy! Nima edi bu? Xarobrami? Chanursan shuncha narsa. Uncha ko'p narsa yo'q, lekin bola ko'rganlarda xarobrin chiqdi. Atrof qomib ketdimi? Chanursan bola yuragim tushib qolishi sal qoldi. Korchi videoni qorong'ida olyapman, shuning uchun o'zi vobshe bo'lyapti. Okey, bu yo'ldan narsalar olamiz. Xo'p, mayli. Hop, bo'ldi. Bo'ldi, sonda ham olamiz. Sonda bizga kerak bo'ladi albatta. Hop, yana boshqa chiqmaydigan umiddaman. Lekin yana bilmadim, lekin boshidan chiqishi ajoyib. Hop, bilmadim, ajoyib g'alati ovozda chiqyapti. Lekin ko'ramiz, albatta biz kuchayib ketamiz, chunki biz Flux B'miz. Конечно, bo'ldi biz. Sizlar obuna bo'lib qo'yinglar, chunki men tezroq bir ko'rmoqchiman, lekin bolalar sizlar obuna bo'lmayapsizlar va videomga like bosmayapsizlar. Iltimos, bir dona like jalga qilmanglar bolalar. Albatta like qadrin bloger tushunadi. Agar sizlar ham youtuber bo'lsangiz like bosib qo'yinglar, chunki sizlarga ham qachondir like shunchalik kerak bo'lgani va hozir ham kerak bo'ladi. Agar hozir ham youtuberlikda yurayotgan bo'lsangiz albatta. Okey, verstak esa olamiz. Verstak bizga kerak bo'ladi albatta. Endi bu yo'g'iga biza kirkada mavjud bolta va lapata yasashimiz kerak. Xo'p, okey, bu yerda bunlarni olamiz. Endi ko'p turganlarda zona ham biroz kattalashtirdim. Oradan birozgina vaqt o'tdi, lekin hozir ancha yaxshi va bu yerga qo'yib kerak narsalarni qo'yib qo'yman. Shtobi agar tushib ketib qoladigan bo'lsam yoki bironta monster meni o'ldiradigan bo'lsa, bulardan ayrilishim aniq. Shuning uchun bu yana ma'qulroq va xo'p, bizda faqat loy va taxtda yog'ochlar chiqyapti. Lekin boriga shukr qilib Vichifaniyan davom ettiramiz. Albatta boshqa nima ham qilardik bo'ldi. Okey, o'shanta narsa qilib qoldi. Stop. Bu yerda nima bo'lyapti? Tur yo'qol. Yo'mayo bo'ldi. Nimaga unchalik qo'rqitmadi-yu, lekin qochmadi ham mendan, urib ham bo'lmadi. Lekin to'g'risini aytaman, unchalik qo'rqitmadi bu meni. Nimaga bilmadim, bexosdan bo'lmay qoldi. O'zi xayolimda shu turdi, hozir chiqib qolsa kerak, o'shanchadan beri chiqmadi deyotgan edim. Mayli, hozircha ancha narsalarimiz yig'ilib oldi, zona hamcha kattalashib qoldi. Bizga suv berganda tezroq ferma qurgan bo'lar edik albatta. Yo'qol. Turishim yo'ldimi, lekin qo'ydi ko'rdinglarmi og'zini? Jinursin. Nega hammayla xo'p. Sondir berdi buning ichida xo'p yana narsalarimiz bor. Xo'p, okey, bularni ham olamiz. Albatta bular ham bizga kerak bo'ladi hammasi. Yana biroz chopamiz. Okey, let's go bolalar. Davoy, yana bitta sondiq yaxshi. Oy, yo'mayo, bolalar nima bu? Almaslar bronyalarmi yaxshi. Okey, yana bitta lapata olamiz, chunki bizning oxirgi lapatamiz sinib ketdi. Xo'p, mayli.
Unda biz buni olib va yana qashda davom etamiz. Xo'p, okey, qani bo'lmasam let's go. Davay yomg'ir ham boshlanadi. Xo'p, okey, let's go. Sonda. Oy, yo'mayo, bizada suv bor. Ikkita adashmasam, chunki mana muzdan ham suv yaratsa bo'ladi. Xo'p, yaxshi. Bu bizga plyuska ishlaydi. Xo'p, bu yerda kartoshka, potato, ya'ni xo'p, bu yerda biroz yana ko'chatli daraxt ekinlari, xo'p, bizga bular ham kerak bo'ladi. Xo'p, qarochi bolalar, biz hozir bitta firma quramiz va nihoyat biz ochlikdan anaqa qilamiz. Qarochi bolalar, o'zingizlar bilasizlar. Xo'p, uning uchun biz birinchi o'rinda bu yoqqa biroz joy olishimiz kerak. Uzr. Mayki deb qoldim haligida. Xo'p. Okey, let's go. Bu yerdan ham 2 dona otsa bo'larmi? Oy, shunur, chaqmoq ko'rdinglarmi? Agar chaqmoq menga tushsa, o'laman, shu hamma narsalarim yerga tushib ketadi. Xo'p, okey, bizda уже 48 ta 47 ta qoldi. Qum bor, turpoq, ya'ni xullas bular bilan biz bu yoqqa yo'l ochamiz-da, keyin bu yoqda biz nima deydi, o'shanaqa qilamiz. Qarochi bola o'zinglar tushunib turibsizlar, firma qilamiz, bolalar albatta. Agarot qilamiz, ana dehqoncha isiga yetdi. Agarot qilamiz va bu bizning agarodimiz bo'ladi. Illa biz qutqarilib qolamiz qo'rg'oslikdan, to'qlikdan, chunki biz xohlagan mahalimiz o'lishimiz yoki ular meni jonimni chekishi mumkin va shu bilan o'lib ketish mumkin. Xo'p, mayli. Davayda, xo'p, bu yerga birinchi o'rinda suvni qo'yamiz. Va qani bo'lmasam, bismillah, doim shuni qilishdan qo'rqardim, lekin mayli, hozir oldin narsalarimni shu yerga qo'yib qo'ydi. Bo'ldi, buni bu yerga qo'yib turaman. Va ikkinchi sondiqlarda shu yerda bitta katta sondiq yasayman, ne qolgan narsalarimni qo'yib turaman. Chunki o'lib ketishim mumkin albatta. Xo'p, okey. Bular ham qo'yib qo'yamiz, bularni ham hammasini qo'yib qo'yamiz, bo'ldi, davay. Hop, muzni qo'yishimiz kerak asosiysi, chunki muz ham bizga anaqa bo'ladi, kerak bo'ladi, bo'ldi. Hop, bo'ldi, уже hamma narsani qo'yib bo'ldim. Umid qilamanki, pastga tushib ketmayman. Doim blok o'ynaganimda shuni qilishga cho'char edim. Lekin mayli, hozir klaviaturada mana shuncha oson bo'ladi. Okey. Aytdim, koreycha bo'ldi bu. Klaviaturada o'rgangandan keyin oson bo'ladi bu. Proza masalasini aytganim, qanaqa reaksiya bildirasizlar? O'shimi bunaqalar prozma, ishoninglarmi? 256 blokdan battar drop qilganman. Ishona olasizlarmi? Ishonaveringlar bo'ldi. Okey, uni ham boshqa joylar tendi bilan to'laydi. Lavada battar drop qilganman bo'ldi. Faqat bir dona blok tentisiz edi xolos. O'shanda battar drop qilganman. Bir dona blokka tushim kerak edi. Xo'p, mayli, qarochi bo'ldi, jamaqdan ko'pirtirib yubordim. Xo'p, biz yana narsalarimizni olamiz-da, tezroq mana kerak bizga narsa ekinlarni ekaylik tezroq bo'ldi. Xo'p, mayli, bo'ldi. Ili biza bir dona lapata deydimi? Qarochi shunaqa lapata emas. Xullas, nomi esimdan chiqib qoldi. Qarochi shunaqa yasashimiz kerak bo'ldi. Xo'p. Bizga mana shunaqa bloklar kerak bo'ladi. Xo'p. Buni olamiz. Okey. Okey, buni qo'yib turib, buni ikki joyga qilardi adashmasam-da. Xo'p, endi men bu stickdan olamiz-da. Okey, bo'ldi, davay. Okey, bo'ldi, уже jijikanichga xo'p bo'ladi olib. Va 1 daqiqa bo'ldi. Xo'p, bo'ldi, normal endi bo'ldi. Xo'p, endi biz ham buni olamiz-da, keyin yerlarni chopib chiqishni boshlaymiz. Xo'p, okey. Yerlar chopib chiqamiz, bu yo'lda ham yo'q, chopib chiqamiz, hamma yo'lda bola bu aynan agarot uchun joy qilingan o'lchanib qorosi. Bizning baxtimizga yomg'ir ham yog'yapti, balkim tezroq o'sar yana bilmadim. Xullas, bu yerda sabzilarni ekamiz birinchi o'rinda va mana bularni ekamiz. Xo'p, bo'ldi, menimcha yetadi, keyin bularni ko'paytiraversa bo'ladi albatta. Xo'p. Mayli, bo'ldi, menimcha yetadi. Endi qolgan ishni boshlaymiz bu yo'lda. Bunday qilib o'rab chiqib qo'ysam bo'lgan. Уже bizada 6 lar chiqishi boshladi. Bolalar biz 2-levelga ko'tarildi, ancha yaxshi bo'lyapti. Albatta bu meni xursand qildi bolalar. Xo'p, okey, bularni ham qilamiz. Jiddirkur bu meni вообще qo'rqitib nima edi bu? Yo-mayo. Jinorsam bolalar hammasini. Nima edi bu o'zi hozirgi? Voy.
Ha, mayli, lekin yaxshi qo'rqitdi meni. Xo'p. Короче, bolalar o'ynashda davom etaman, lekin shu bilan bizning videomiz o'z nihoyasiga yetdi. Albatta, keyingi qismlarda ko'rishguncha xayr deb qolamiz. Kommentariyaga yozib qoldiringlar, bu videoni ikkinchi qismini chiqaraylikmi. Agar chiqarish kerak bo'lsa, shunchaki chiqaring deb yozib qoldiring va like bosib, kanalimizga obuna bo'lish esdan chiqmasin. Hammaga xayr.